Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylarida qarindoshlarım. Hammalarninki mushun vaqti ve bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan emas, Amerika'nınki Kaliforniya shtatidan. Sizlarga Allohninki cennet salomı bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salomni qilish bilan birlikda tadbiriya isim dersleri 16-cisi ana tilimizni to'g'ri qo'g'dab qilish haqida degan dersimizni boshlaymiz qadrli qarindoshlar. Bu dersni ishxonada boshlab, ishxonadagi internet ojiz kelib, keyin uyda, ya'ni uyda o'qigan bo'ldim. İstanbul'daki uyda. Yerda o'qigan vaqtimda hamda tayyorlikni yaxshi qilib, ammo shu mikrofonni internet nimaga mini iPadga chetishni unutib qoldim. Ovozim yaxshi chiqmay qoldi. Shunlashqa bugun Amerikada tunji darsimizni tadbiriya derslar 16-sida qayta takrorlash bilan başlayalımız qadrli qarindoshlar. Buningda tilimizni to'g'ri saqlab qolish haqida degan Erkin Sidiq akamizningki 2017-yil 27-sentabr to'r betida e'lon qilgan, Facebook'da e'lon qilgan shu maqolasini yana qayta sizlar bilan o'rtoqlashish bilan ishimizni boshlab ketimiz qadrli qarindoshlar. Erkin Sidiq akamızın maqalasının mezmunu bundaq. Bu yıl 9-ayning 1-kundan boshlab Uyg'ur tilining Uyg'ur diyoridagi barliq boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qish tili sifatida ishlatilishi amaldan qoldirildi. Shuningdek, keyin chet eldagi bir qism Uyg'ur ziyolilar o'zlari va boshqalardan Uyg'ur tili duch kelgan xirisga qarata biz qanday qilishimiz kerak degan savolni so'rab, hozirgidek bir foydasiz sharoitda ana tilimizni saqlab qolishning unumli usul tadbirlari ustida izlanishga boshladi. Ana til bir millatning mavjudligini belgilaydigan eng muhim omillarning biri bo'lib, men ana tilimizda qo'g'dab qolish masalasi ustida izlanayotgani va qalam tavritayotgani xili uzun bo'ldi. Bu haqda tayyorlagan eng oxirgi maqolaning temisi balalarga dinni qancha yoshdan boshlab o'rgatsak eng muvofiq bo'lib, ma'lum muhim sabablar tufayli men bu maqolaning temisida ana til degan so'zni ishlatmadim. Bu maqolani tadbiriya darslarimizda o'qib o'tgan qadrli qarindoshlar ashiyadan tinglab baqsangiz bo'ladi, esin maqola. Ammo onunla chet ellik Uyg'urlarning oila tarbiyasi orqali bolalarga ana tilni o'rgatishning ahamiyati va foydasiga oid bir qism ko'z qarashlarimni o'rtaga qo'ydim. Shundaqla balaga 2 yoki undan ko'p tilni o'rgatishning foydasi ham balalarga ana til va boshqa til va din o'rgatishning eng muvofiq yeshi haqidagi bir qism ilmiy bayqashlar va ilmiy qarashlarni bayon qilib o'tdim. Chet elda yashayotgan bolalarga ana tilni o'rgatish tilimizni qo'g'dab qolishdagi eng muhim choralarning biri. Shundaqla tilimizni qo'g'dab qolishdagi zarur shartlarning biri. Ammo u tilimizni qo'g'dab qolishning yetarli shartlarining hammasi emas. Uning yetarli shartlarining ichida yana o'zimiz ana tilimizni to'g'ri o'rganish, shu asosda ana tilimizni bolalarimizga to'g'ri o'rgatish. Hamda hamma Uyg'urlar her qandaq joyda ve her qandaq vaqtda ana tilimizni to'g'ri ishlatishdek boshqa muhim omillarmi bor. Men mazkur maqolada cho'nglarning ana tilimizni to'g'ri o'rganishi hamda har vaqt va har joyda ana tilimizni to'g'ri ishlatish haqida to'xtalib o'taman. Bu ish ana tilimizni qo'g'dab qilish hamda uni to'g'ri saqlab qilishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Balalarga ana tilni o'rgatishga oid mazmunlarni oldingi maqolada o'tirib qo'yib bo'lg'achqa, o masala haqida mazkur maqolada qayta to'xtalib o'tirmayman. Men balalarga dinni qancha yoshdan boshlab o'rgatsa eng muvofiq degan maqolani texi o'qib boqmagan vatandoshlarga uni chuqur bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Birinchi, kitap o'qish orqali o'rganish eng yaxshi usul. Hozir ana tilimizni to'g'ri ishlatish jihatda Uyg'urlar orasida saqlanayotgan masala intayin ig'ir bo'lib,
Menimce onun tümendikidek sebepleri ba. Birinci, atalmış koştulluk mağribinin mecburleşi bilen ana tilini sistemalik ügünenmeslik. İkinci, Hanzu mektepte okuganlık üçün ana tilini sistemalik ügünenmeslik. Üçüncü, ana tilini ügengili bek uzun bulup ketken boğaçqa Uyghur tilinin kaidalarını unutup ketiş. Dördüncü, özü cüngüdü bolsumu Uyghur tili işletmeydiğen urunda hizmet kıldıganlığı üçün ana tilini unutup ketiş. Beşinci, chet elde yaşavatqılı bek uzun bulup ketkenlik üçün ana tilini unutup ketiş. Altıncı, eğir derecedeki bipervalık. Yettinci, Uygurni ve Uygur tilini közge ilmaslık ve kadirlemeslik. Ben yukarıdaki birinciden beşincikiçi boğan sebeplerini doğru düşünmen. Ama altıncı sebepki içinimen, yettinci sebepke nefretlenimen. Bu yerdeki kadarlı kırınaşlar birincisi sebep atanmış koştulluk mağaribinin mecburleşi bilen anlatıldığı sistemlik ügünenmeslik. İkinci, Hanzu mektepte okuganlık üçün anlatıldığı sistemlik ügünenmeslik. Üçüncü, anlatıldığı ügengili bek uzun bulup ketken boğaçqa Uyghur tilinin kaidalarını unutup ketiş. Dördüncü, özü cüngüdü bolsumu Uyghur tili işletmeydiğen urunda hizmet kılganlık üçün anlatılını unutup ketiş. Beşinci, chet elde yaşavatqılı bek uzun bulup ketkenlik üçün anlatılını unutup ketişten ibaret. Bunu 5 sebepni erkin ekimiz doğru düşündü diken. Ama altıncısı boğan eğri dereceki bipervalıkka içinidiken. Yettinci sebep boğan Uygurni ve Uygur tilini közge ilmaslık ve ulanı kadirlemeslik diyen sebep ki bolsa kattık nefretlendikin. Yerde bir qaraydigan bolsak resimge, bu resimde Avustralya'daki Adelaide şehrideki Uyghur mektebinin umakları degan resimni bu makalege kıstırıp buyaptı erkin akimiz. Men bu yerde 6. sebepke bir misal köstey. Mening erkinsidik@gmail.com degan bir elxat sanduqim bar bo'lib, men onu özümden məsləhət soraydigan mətn işçi və sirtidik oquvchilar üçün işletivatqılı 10 yıl boldu. Gerçi mening ismimning to'g'ri yozilishi yuqoridagi elxat adresi aniq bar bo'lsa-mu, menga xat yozgan o'quvchilarning kam deganda yerimi ismimni Arkin, Arken, Erken, Sidik, Sadik, Sidek degandek har xil bo'lgan buzilgan shaklda yozib keldi. Onundan başqa menga 10 o'quvchining kelgan xatda Uyg'ur tilining 10 xil buzilgan varianti ishlatildi. Men ashunda qilganlarımı başqa o'quvchilarga o'xshashla javob qaytarib keldim. Ammo har qatim ashunda yozilgan xatlarni o'qiganda intayin rahatsizlandim. Hamda millatning ashundaq bir darajadagi eg'ir beparvolikqa qattiq echindim. Mening farzimcha, agar bir til yoziqni baholaydigan o'rin har xil ijtimoiy taratqularga yozilgan Uyg'urcha yozmalarni tekshirib chiqadigan bo'lsa, ular cho'qim Uyg'urlar bir savodi to'liq chiqmagan millat ekan degan yakunni chiqaradi. Agar siz Amerikadagi aqtarliklar bilan bo'lgan ijtimoiy munosabatda ularning ismini xuddi mening ismimni xato yozgandek xato yozadi ekansiz, siz ularning nazaridagi o'z hurmatingizni bir damdala butunlay yo'q qilib etasiz. İngilizce yazmalardımı hem şundaq. Siz İngilizce narsa yazganda, masalan, bir chet tildagi İngilizce elxat yazganda 50% sözlükdə xatolik bar bo'lish u yoqda to'sin, faqat 1% sözlükdə xatolik bar bo'lsa-mu, siz boshqalarga bir nəhayət qalaq yoki tuvan darajalik odam bo'lib ko'rinasiz. Uyg'urcha narsa yozganda beparvolik bilan Uyg'ur tilini xato ishlatish tilimizni hurmatlamaslik va qadrlamaslikning bir xil ifodasi. O yana millatni hurmatlamaslik bo'lib hisoblanadi. Agar biz o'z millatimizni o'zimiz hurmatlamasak, o'z millatimizni o'zimiz qadrlamasak, boshqalardan Uyg'urlarni hurmatlash to'g'risida nimani kutalaymiz? Yahudilar, Yaponlar va Germanlar öz milletini başka milletten köp üstün koydu.
o'zlarini boshqa hech kimga teng qilmaydi. Shundoq bo'lg'achqa ular bilan munosabat elib boradigan boshqa millat kishilari nihoyat ehtiyotchanlik bilan ish elib bordi. Uyda izzatlanmagan bala sirtda xorlanadi. Agar biz o'z-o'zimizni hurmatlamasak va qadrlamasak, boshqalar tarafidan ko'zga ilinmaymiz. Yuqoridagi 7-sabab bo'yicha ish qilgan kishilarning tutgan yo'lini ularning insonlik sifati va Uyg'urga mos kelmaydigan xarakteri belgilagan bo'lib, men ular haqida buningdan ortiq to'xtalishni xohlamayman. Ammo mening bu yerda oldingi 5 sabab tufaylidir Uyg'ur tilini to'g'ri qo'llanmayotgan vatandoshlarga yana bir qancha eg'iz gap qilg'im bor. Mening o'lchirimcha, har bir odamning unumli o'rganadigan vaqti o'ttiri hisob bilan 50 yildan oshadi. Agar siz shu 50 yilning har bir yilida bir narsani qo'shimcha qilib o'rganib mangsangiz, ömrünüzdə intayin köp nərsələrini öyrənib tügətələrsiz. Bir qism nərsələrini çoxum bir məktəbdə sistemlik öyrənməsə öyrəniliş təski toxtaydı. Məsələn, mən hazır şüğullanatqan optiki texnologisi kəsbi. Amma yeni bir qism nərsələrini işdən sırtqı vaxtlarda özlüküdün öyrənib alğılı boludu. Til məktəbdə oxumay özlüküdün öyrənib alğılı boluduğan nərslərinin biri. Til məktəbdə oxumay özlüküdün öyrənib alğılı boluduğan nərslərinin biri. Mən başlanğıç 1-ci sinifdən tatib yeni yazıqda oxuğan, amma mənim rəhmətlik dadam bir oxutuqçu olub, mən aşı başlanğıç 1-ci sinifdən oxuvatqan vaxtımdala dadamdan Uyğur dilinin koni yazıq bilən Slaviyan yazıqını öyrənib alğan. Bu yazıqlarımı aran 30 gəlib bal boğaçqa, o yazıqlarının hər birisini öyrənib alışqa bir neçə həftəli vaxt ketkin. O çağda balalar üçün nəşr qılınğan Uyğurca kitablar bolmağaçqa, mən çoğlarının koni yazıq və Slaviyan yazıqı kitablarını açıb, ayrım-ayrım sözlərini oqub oynağan. Yazılı qayıt tərbiyəyə düşkən vaxtımda Uyğurca, Xənzurca loğat bolmağaçqa bizə haqsız tarqıtılığan mavzudun əsərlərdən tanlanmalar deyən kitabının Uyğurcası bilən Xənzurcasını yenimdə saxlab, onları bir-biriga selişdirib yürüb, özlükümdən Xənzur tilini öyrənген. Mən İngiliz dili bilən yapon tilini dəstib edib bütünlüy özüm öyrəngen. Keyin İngiliz tilində bir mövsum və yapon tilində 20 yıl məxsus til kursunda oxudum. Aşındaq asasımğa tayinib Yaponda və Amerikadakı ilmi fəaliyyətlərimni elib badım. Hazır mı Amerikada şundaq qılıvatımən. Mən 1971-dən 76-cı yılgacha o'ttir maktabga Uyg'ur tilini sistemalik o'rgangan. Menda hozir bor bo'lgan Uyg'ur tili asosi ana shu chaqdan kelgan bo'lib, 1976-yildan keyin Uyg'ur tili haqida biror dars elib boqmadim. O'ttir maktabdagi vaqtimda bizga Uyg'urcha she'rlarning qoidasi dars qilib o'tilgan. Ammo men hikoya, povest, nasr, xabar va doklad yozishga qiziqqan bo'lib, ularni o'xshash qildagi materiallarni o'qish orqali o'rganishga tirishgan. Ya'ni agar sizda shunday istak bor bo'lsa, siz har bir narsa o'qiganda bundaq ikki narsaga diqqat qilasiz. Biri o'qigan mazmun, ikkinchisi o'qigan narsaning shakli, qurilmasi, voqealarning bayon qilish uslubi, ishlatilgan so'zlari va til adabiyot qoidasi qatorliqlar. Hikoya o'qish orqali hikoya yoza oladigan bo'g'ili bo'ladi. Xabar o'qish orqali xabar yoza oladigan bo'g'ili bo'ladi. Maqola o'qish orqali maqola yoza oladigan bo'g'ili bo'ladi. Uyg'urcha kitoblarni ko'p o'qish orqali Uyg'ur tilining grammatik qoidalarini va so'zlarning tuzilishlarini to'g'ri o'rganib olg'ili bo'ladi. Bundaq ishlarga maktabga kirib o'qish ketmaydi. Balki uningga istak, iroda va tirishchilik ketadi. Bir narsa o'qiganda ham mazmunga diqqat qilish, ham til qoidasiga diqqat qilishga to'g'ri keladi. Shuningdek, men Uyg'ur tilini to'g'ri ishlatmaslikning yuqoridagi 1-sababdan 5-sababgacha bo'lgan sabablardan kelib chiqqan ojizlikni butunlay
tuluqluvagılı buludu dep oylayman. Uygurni suydigan kishi Uygur tilini suyish kerak. Uygur tilini to'g'ri ishlatishni o'rganib bilishi kerak. Agar siz Uygurcha bir narsalarni yozadigan biri bo'lsangiz yoki Uygurcha xat, maqola yoki boshqa bir xil adabiy asar yozishni o'rganib olishni istaydigan biri bo'lsangiz, cho'qim 6 oy, 1 yil yoki 2 yil vaqt chiqarib kitob o'qish orqali Uygur tilining qoidalarini o'zingizga yetgudak darajada o'rganib qo'ying. Biz shunda qilish orqali ona tilimizni qo'g'dab qala olamiz. Shunda qilish orqali ana tilimizni to'g'ri saqlab qala olamiz. Boshqalar oldida bir mukammal xos tilga ega madaniyatlik millat bo'lib ko'rina olamiz. Men yaqinda Uyg'urcha barmoq vazirlik she'r yozish qoidasi haqida tushuncham degan bir temada bir yozma tayyorlab, onunla aşındaq şiirlarının qoidasi haqidagi o'z tushunchalarimni bayon qilib o'tdim. She'riyat ishlari qiziqadigan vatandoshlar yoki Uyg'urcha she'r havaskorlari onu bir qatim o'qib baqsangiz bo'ladi. Ilova, meni hozir bir danglik zotning leksiyalarini anglayotgan bo'lib, yaqinda anglagan bir leksiyada u mundaq dedi. Tarixte yasalgan en körkem binalar dini binalardır. Ular dindar kişiler için yasalgan bulup, ular Xudoning iradesini namayan kılıdı, dep qarıldı. Körkemlikte ikinci turduğan binalar, emeldarlar için selingan binalar bulup, ularını padişahlar işletken. Keyince insanlar cemiyetleşki ergişip, soğudu binalar vücutga kelgen. Binalarga tarihteki vakitler, vakalar ve nersler hatırlangan buludu. Binalar bir devletning 3-cü tili bo'lib hisoblanadi. Ya'ni devletning 1-ci tili kishilar so'zlash uchun ishlatiladigan til, 2-ci tili bo'lsa bir devlet xalqi ishlatiladigan yoziq, 3-cü tili bo'lsa binalar bo'lib, 4-cü tili bo'lsa sizning yemekliklariniz bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, tadbir yozsin darslari 16-cı dersimizde ana tilimizde to'g'ri qo'g'dab qilish haqida degan doktor Erkin Sidiq akamizningki maqolasi 27 sentabr torbetlarda e'lon qilingan maqola. Shuningki birinchi qismi bo'lgan, shu maqolaning birinchi mazmuni bo'lgan kitob o'qish orqali o'rganish eng yaxshi usul. Yani ana tilimizni to'g'ri saqlab qilishning usullaridan birisini ashundoq bayon qilib emniyet devamını ortaklaşıman. İkinci chet eldikiler üçün Uygurca kitap materyal menbelerinden kandakları depti. Hazır chet eldeki Uygurlarının vatan bilen boğun alakası bütünley üzülüp koyulgan boğaçka hazırgıça üzüp koyulgan boğaçka hazırgıça vatandan Uygurca kitap ekeldiriş asasen mümkün emas. Ama Türkiye'deki Uygurca kitaplardan hali köp kitaplarını setip algılı boladı. Onundan başka, hazır bir qancha Uygurca torbetlerinde Uygurca jurnal ve kitaplarının el kitap yani PDF nusxaları var. Şundaqla bir kısım ot yürek vatandaşlar chet eldekiler üçün avazlı kitap ambarlarını kurup çıktı. Uygurca materyal görüş orqali ana tilini to'g'rilamoqchi yoki pishiqlamoqchi bo'lgan vatandaşlar ashundaq manbalardan foydalansalar bo'ladi. Tüvendikisi Uygurca torbetlerinin bu qatim mening esim kelganlari bo'lib, o bir mükemmel tizimlik emas. Tushib qolgan torbetlerini o'qirmanlarning mazkur yozmaning ostiga inkas yozib, menga va boshqa o'qirmanlarga bildirib qo'yishini o'tinib so'rayman. Men bu fursatdan foydalanib, o'zlarining vaqti, puli va zehnini sarf qilib, millat uchun tuvandagi torbetlerini yasab chiqqan qarindoshlarning hammasiga chin dilimdan rahmet eğitimen. Birincisi Altın Ok Tor Kitap Ambiri. Altın Ok. İkinci El Kitap Ambiri elkitap.org. Üçüncü Anyurt Jurnali anyurtjurnali.net. Dördüncü Uygur Akademisi Torbeti akademiya.org. Beşinci Tedbiriyay YouTube avazlık eserleri. 6. Aziz İsa Elgün Tor Seyipsi Aziz
isa.org. 7. London Uyghur Ansambli avazlık eserleri. uyghurensemble.co.uk. 8. Facebook avazlık eserler. facebook.com _ avazlık eserler _ bularni depti qadirli qarindoshlar. Ondan keyin avazlık kitap degan bir Android ve iOS yani Apple cihazlar üçün iPhone yoki mesela iPad'lar üçün, Mac üçün shunday bir avazlı kitap deydigan app mı bor, onunmu sizlarga deb qo'yay qadirli qarindoshlar. 3. Uyg'ur Latin yazıqı ULY-ni to'g'ri ishiltish haqida degan muhim bo'lgan ini bir gapni qilibdi Erkin akamiz. Shuning bilan ona tilimizda to'g'ri qo'llab qilish haqida degan maqolaniki 3 tane mazmunni tugatgan, 4-ga oxirgi so'zini anglab o'tsak, bundan keyin bu maqoladagi asosliq mezmunlarning hammasini birlikte öğrengen boldak. Bunumuz qadirli qarindoshlar. 3. Uyg'ur Latin yazıqini to'g'ri ishiltish haqida. Men yuqorida tilga olib o'tganimdek, hozir Uyg'urlar ishiltayotgan Uyg'ur Latin yazıqı yoki yangi yazıqning turlari intayin ko'p. Onun vatan Amerika, Avrupa, Türkiye ve O'rta Osiyo qatorliq davlatlarga qarab o'xshamagan shakli bo'lib qolmasdan her bir devletde mi yine bir qancha kichik tipdeki o'xshamagan türleri mevcut bulup turmakta. Eğer hazır Uyghur emas, ama Uyg'urchani biladigan bir adam bütün Uyghur tor bekatları ve internet munbarlari ustida tekshirish qilgan bo'lsa, Uyg'urning savati yaxshi chiqmagan, tayin yo'q, intayin chechilang'i bir millat ekan degan xulosaga kelishi mumkin. Bu bir intayin içinişlik ahval bulup, o her bir Uygur'un dikkatini qo'zg'ishi kerak. Yurtimizdagi bir qism til mutaxassisleri ve o'tirek yoshlar 2000-yillarning 5-dagi 4-5 yil vaqt ichida ilmiy munozara, muzokara yurgizish ve izlanish orqali ULY yani Uyg'ur Latin yazıqini birlikka keltirish maqsadida ULY-ni barliqqa keltirdi. Men bu ULY to'g'risida kam deganda bundan ikki alaydilik borligini his qildim. Birinchi, uni ingliz tilida so'zlashalaydigan hamma millatlar shu paytda o'qiya oladi. Masalan, Chimangul bilan Jimangul ni ingliz tilidagilar to'g'ri o'qiy olmaydi, ammo CHIMEN Chimangul ni o'qiy oladi. Hamda tizishqa to'g'ri kelganda chet eldagi o'lchamli kompyuterning hammasida cheksiz harflar bilan tez sur'atli yozg'ili bo'ladi. Ikkinchi, bir qism o'tyirak Uyg'ur yoshlari xolis ishlash orqali bir xildagi yumshoq detalni ishlab chiqqan bo'lib, shuni ishlatish orqali bir ULY va UEY Uyg'urcha arabcha yazıqi deki hujjatlarni o'zaro aylantirg'ili bo'ladi. Mesela hazır çeteldeki Uyghur torbetlerinin içinde tümendeki iki torbetide aşındak yumuşak detal bağ bulup onu üzüqizdim kompüterga haksız düşürüp kaçıla alaysız. Mesela yulgun.com kenjisohbet.com Yukarıdaki iki torbetide Uygurçını öz içine ağan her xil tilla oturuşki logatını bağ bulup onu bu yerden tapalaysız. Dikt.yulgun.com kenjisohbet.com yantusizlik CUDECT Men chet elda o'qigan Uyg'ur tilshunosligida bir bilimi Uyg'ur tilshunosligida bilimi bor, ammo yurtimizdagi ULY yani Uyg'urcha Latin yazıqi to'g'risida qaror olish jarayoniga qatnashanmagan Uyg'ur ziyolilarining hozircha ULY qaroriga bo'ysunishini o'z oldiga ayirib
ULY tüzüp çıkıp işletmeslikini tavsiye kılımın. Onda kılmaydı ekanmiz biz Uygur işlerini ilgi sürgüç emas, onu buzguçu bulup kalımız. Biz başka turmasak bulmaydıgan, köngül bölmesek bulmaydıgan, izlenmesek bulmaydıgan nurgun muhim ve ciddi işlaba. Uygur bilim ilgilerinin öz bilimini işletileydigan ve işletişke tegişlik işler ve sorular intayın köp. Ama menimçe yeni bir ULY'ni, yani Uygurca Latin yazıkını oturgu çıkarış, onun bir bulması gerek. Bir katim, rahmet Allah razı olsun, bir katim karar kılınıp boğan işini çeteldikiler öz aldığı ayrım kayıtı muzakire ve karar kılışının hiç zürürüdü yok. Bir iş doğrusu da ahir üzülmeydiğen münazara ve muzakire kılış biz Uygurlar için intayın faydasız. Şunu ben hemme adamның Uygurның tüp menfaatini közde tutup yeni yazıkta tüzülgen tor biketlerinde ve çeterdeki Uygurlar oturusundaki özara alakada bir tutaş ULY yani Uygurca Latin yazıkını işletişini teşebbüs kılıben. Millet için yaxşı iş kılıp berişini isteydiğen her bir adam için hem de kelgüsüde çoğrak işlerini kılışını nişanlıgan her bir yaş için ULY'dek 32 harflik yazıkını ügünümeliş hiç kanca iş emas. O bir kişinin kolu keltürgen çoğun neticesi bulup mu hesaplanmaydı. Belki hazırki zamanda Uygur dili yani UEY ve ULY'ni yani Uygur Arapça yazıkı ve Uygur Latin yazıkını puxtu biliş hem de ulanı doğru işletiş özünü milletperver hesaplaydıgan her bir Uygur'un kılışkı tegişlik mecburiyetidir. Kaderli kardeşler, meye karısanlar, meye de mene şu Uygurca Latin yazık bilen birlik gelgen Uygurca konu yazıkınınki, Arap yazıkınınki seliştirme ilip bahsini mi giripto bu da tordun düşürüvasanmı yaki şu PDF kitaptan çıkarıvasanmı, urup çıkarıvasanmı bulu diken cek vaqt ketmeydi 32 harf yani 32 kişimiz bağı oğunga okşaş yani 32 harf mo biz üçün bir zinnet buludu kaderli kıyırındaşlar. Tötüncü ahırkı söz ken erken akımızdaki elbir makalesideki ahırkı sözler bek mühim. Bunu bir 5 minut vaktini çıkarıp okuvetiyle kaderli kıyırındaşlar kene nimi depti. Ben Yahudiler hakkında bir kısım izinişlerini elip badım. Şu jarayanda dikkat kılgan bir noktam şu oldu ki gerçi ulanın nüfusunun sani Uygurlarınki yakın yani 13 milyon bolsumu İsrail'de yaşaydığan Yahudilerin sani aran 5,5 milyon iken. Yine 6,5 milyon nüfus Amerika'da kalgan 1 milyonu bolsa başka ellerdeki taqalgan halde yaşaydı iken. Hem de İsrail'in sırtı yaşavatkan Yahudilerin İsrail'e siyasi, iktisadi, harbi ve ictimai sahalardaki yardımı intayın zor iken. Ben Amerika'da köygen yeni bir ahval, Amerika'da dünyadaki köplügen milletlerinin öz aldığı ayrım cemaatleri var iken. Mesela Amerika Kaliforniya ştatı Los Angeles nahisi Glendale Hill yani şehrinden ibaret bir cayda 450 bin Ermeniyelikler yaşaydı ki. Amerika'daki köplügen çoğun şehirlerde Hanzula mahallesi yani Hanzula şehirleri bağ bulup Amerika'da hazır 4 milyondan 6 milyongacha Hanzula yani Xitaylar yaşaydı. Hazır Amerika'da yaşavatkan Uygurların sani benim mölçerimçe 5 binden 7 bingacha buluşu mümkün. Ben bunundan 10 neçə yılın aldığı bir kısım nüfusunun çetelerde yaşayışının ahmiyetini düşünüp yitip yazgan makallarımda imkaniyeti yer bırakan Uygurların çetelleri ketişini teşebbüs kıldım. Birer milyon Uygur'un çetelde yaşayışının millet için zor stratejilik ahmiyeti ba dep her xil sorularımı sözlep yürüdüm. Eğer ben bir top çarvının ilgisi olsam o çarvılar üstündeki hükümranlık hukukumni to'liq saqlab qilish uchun yoki ularni bir qutanga sulab qo'yman
yoki bo'lmasa ularni bağlab qo'yman. Uyg'urlar bo'ri mijoz millat bo'lib, erkin yashashga odatlangan hamda har vaqt erkin yashashni istaydi. Ular yaqinqi 60-70 yillik vaqt ichida erkinlikka nihoyatda intizor bo'lib keldi. Shunglashqa 2016 yilning 5-ida Uyg'ur diyorida Uyg'urlarga pasport berishni osonlashtirish siyosati yo'li qo'yilganda, men yaqinlarimga bu yaqinqi bir asrning mobaynida Uyg'urlarning beshiga kelgan eng cho'ng omad bo'ldi deb yurgan. Hamda ularga imkoniyati bor tuqqanlarning hammasini chet elga chiqarib olishi taklifini bergan edim. Afsuski, Uyg'urlarning bu oltin davri aram bir qancha oylar mavjud bo'lib turadi. Men hali qadar pasportni asab birish siyosati ta'tirga yandirilganda, chorvalarning egisi bunda qilishning yaxshi usul emasligini sezib qopti deb o'yladim. Qadrli qarindoshlar, tadbir yasindaslari 16-sida ana tilimizda to'g'ri qo'llab qilish haqida degan erkinlik akimizning 27-sentabr to'r betida e'lon qilgan maqolasiningki oxirgi so'zlarini o'qiyapmiz. Men 10 yilning mobaynida yozib kelayotgan maqolalarimda Uyg'urlarning navbatdagi eng muhim vazifasi o'zlarining milliy kimligini saqlab qolish ekanligini ta'kidlab keldim. O'zimizning milliy mavjudligini saqlab qolishda biz hozir vatan ishidagi xalqimizning hech qanday bir ishni kutilmaymiz. Ular hozir o'z tanlashidan butunlay ayrilib qolgan bo'lib, faqat boshqalar buyurgan ishlarni qila oladi. Shundoq bo'lg'achqa yuqoridagi vazifa butunlay chet ellardagi Uyg'urlarning zimmasiga tushdi. Bu yo'lda chet ellardagi har bir oila, har bir jamoat, har bir davlat va butun dunyodagi Uyg'urlar hozir nima ishlarni qila oladi? Mana bu navbatda hamma vatandoshlar o'ylamasa va izlanmasa bo'lmaydigan bir masala. Mening bolalarga dinni qancha yoshdan boshlab o'rgatsa eng muvofiq degan yozmamda shu savolga javob bo'ladigan bir qism mazmunlar bor bo'lib, men hamma vatandoshlarni uni bir qatim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Biz chet eldagi Uyg'urlar burun dengizda ayrim kemalarning ustida yashab yurayotgan kishilar edik. Hozir bo'lsa biz bir cho'ng kemaning ustidagi ayrim uylarda yashayotgan kishilarga aylandik. Agar bu cho'ng kema cho'kib ketadigan, biz hammamiz onun bilan tang cho'kib tugaymiz. Meningcha shunday bir milliy mas'uliyatni texnik tushunmagan hamda shunday bir tarixiy mas'uliyatni ado qilish uchun texnik yo'lga chiqmagan Uyg'urlarni millat afu qilmaydi. Allohmi kechirmasligi mumkin. Shunlashqa men chet eldagi hamma vatandoshlardan yaratquchimiz ato qilgan aql va qobiliyatlarni to'liq ishga solib, ana tilimizni qo'g'dab qilish, ana tilimizni to'g'ri saqlab qilish hamda shu asosda milliy mavjudligimizni saqlab qilish ishiga bir kishilik tuhfa qo'shishni umid qilaman. Qadrli qarindoshlar, bu maqolada tilga olingan 2 dona maqolaning adresini bolalarga dinni qancha yoshdan boshlab o'rgatsak eng muvofiq, Uyg'urcha barmoq vazirlik she'riy haqqi qoidasi qilib tushunchab degan 2 ulamini biribdi. Onunki bu maqolani yana shu pidakar inimiz tahrirlab biribdi. Bu maqola barliq Uyg'urlarga mansub bo'lib, uni manbasini eskartgan holda boshqa har qanday ijtimoiy taratqularga chiqarib qo'ysangiz bo'laveradi deb so'zining eng oxirgi nuqtasini so'ziga qo'yapti erkinlik akimiz. Qadrli qarindoshlar, bu yerda ko'rganga o'xshash Uyg'ur oila ma'rifi qo'llanmalari Abdulla Ayubning tuzgan Elifba kitobining rasmini ko'rdinglar qadrli qarindoshlar. Buni dunyoning har qaysi joylaridagi vakolatchi qarindoshlar setish ishlariga, taqitish ishlariga yordamlashyapti. Shunlashqa
qarindoshlarniki vaqtni ching tutib, almagan qarindoshlarni elib, bu ilibani özleri ballarga ögütüp koyuşunu tavsiye qilamiz. İnşallah onundan yaxshi başka kitaplarımı çıkısı. Bu makalada oturup koyulgan bir qancha usul var. Birincisi kitap okuş arkalık ügünüş en yaxshi usul degan gapni qipti. Onundan başka ikincisi chet eldikiler üçün Uygurca kitap materyal ambalarını tordaki şularning adresini berip ütepti. Onundan keyin şu Uygurca Latin yazıqını vatanda qandaq birlik keltirgan bo'lsa chet eldimi ashundaq birlikka keltirib ish etishini talab qilibdi. To'rtinchisi de oxirgi so'zi bilan gapini oxirlashtiribdi. Qadrlik erkinchilik akimiz. Ana bo'lsa bugungi tadbir yazsın dersleri 16. dersimizdeki ana tilimizni to'g'ri qo'g'irlab qilish haqida degan maqolani mishada o'qib tugatgan bo'ldik. Alloh egam hammalarning ishlarini oson qilsin. Demelishinglar, ko'ngillik ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Qadrli qarindoshlar, Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Biroz zukam bo'lib qolganligim uchun sal ovozlarim yaxshi chiqmay qoldi. Kechiringlar. İnşallah tezden esnege kelishimizga dua qilib qo'yg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning o'ziga omonat bo'linglar, jinim do'stlar.